nima 2 oydan keyin sirasi to'g'riga. Birinchi o'sha kurslichini 2 oydan keyin sirasi yaxshi bo'ldi, to'g'riga. Koronavirusdan keyin sahr bo'ldi. O'shandan keyin nima razrasheni ko'kragimga berib operatsiya bo'ldi. 18-20 bo'laydi. O'zi 7, o'zi yaxshi meni pitobida diabet nechoma. Ancha o'zgarishim yaxshi, Xudoga behisob shukr. Farzandlarimga rahmat. Yo'q, dori ichaydim, o dorilarni ichmayman, to'q sut ichaman. Ana 1 litr termizga damlayman, 6 soat dam solib ichib yuraman. Avval yomon edim, yuragim ko'p tez urib, oyog'imga harakatim yo'q edi. O'zi yaxshiman, Xudoga shukr. Kelinimga qarasam, non yopaman tandirga. Xudoga shukr, o'zi oyog'im nima yaxshi. Avval oyog'imga joy yo'q edi. To'g'ri gapda. Oyog'im dag'ilib, yiqilaydim, pasta ko'p sindiraydim. O'zi avvallar 3 oy больница yotaydim, yo'q, o'zi 6 oy. Ana o'zi Xudoga shukr 1 yil bo'ldi, yotganim yo'q. Har 3 oyda sahringizni deb yotadi. Yotaydim, majbur qilaydi. Yotmaysiz. Vrachim yo'q, 1 yil bo'ldi, yotganim yo'q.